Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning muborak bir bashoratli mo'min musulmonlar uchun, ummatlari uchun bir bashoratli hadislari bor. Hazrat Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, qaysi bir musulmon erkak yoki musulmon ayol juma kunida yoki juma kechasida vafot qilsa, Alloh subhanahu va taolo o'sha bandani, ya'ni o'sha muslim va muslimani Alloh taolo qabr azobidan xalos qiladi. Alloh taologa yo'liqqunga qadar qabr azobidan Alloh taolo uni ozod qiladi degan ekanlar. Mo'min musulmonlar uchun eng katta Payg'ambar alayhissalatu vassalamning ulug' bashoratlaridan biri mana bu hadisdagi aytilgan qaysi bir insoniki agar juma kunida vafot qilsa, kunduzi bo'ladimi, kechasimi, bu ba'zi ulamolarimiz aytgan ekanlarki, husnul xotimani belgisi degan ekanlar. Ya'ni xotimasi chiroyli bo'lishligini belgisi juma kuni yoki kechasida vafot qilishlik degan ekanlar. Shunga yo'ygan ekanlar. Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, Payg'ambar alayhissalatu vassalamning bu hadislarda ikki xil bir ma'no bor. Bittasi mutlaq, bittasi muqayyad debdilar. Ba'zilar aytadilarki, juma kunida faqatgina o'tgandan keyin faqatgina juma kuni azobdan xalos qiladi deyilsa, yo'q. Ba'zilar aytadiki, yo'q. Juma kunida vafot qilgan inson umuman qiyomatgacha azob ko'rmaydi degan ekanlar. Mana shu Alloh subhanahu va taoloning fazliga yaqinroq amal debdilar. Alloh taoloning ulug'ligiga yarashadigan ish Alloh taolo o'ziga yo'liqqunga qadar qiyomatgacha qabr azobidan xalos qiladi degan ekanlar. Mana shu Alloh taoloning ulug'ligiga yarashadigan ish degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir makonlarni, Ka'batullohni makon jihatidan ulug' qildimi, Alloh taoloning qudrati yetadi, zamonga ham barakot berishligi debdilar. Go'yoki Makka mukarramada Ka'batullohda bir rakat namoz o'qishlik 100 ming rakatga to'g'ri keladimi? Alloh subhanahu va taolo xuddi shu singari makonga barakot bergani kabi zamonga ham barakot beradi. Ya'ni zamonni biri bu juma kuni. Juma kunida vafot qilgan insonga mana shunday sharaf bo'ladi degan ekanlar. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk va natubu ilayk.